Aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, salomatliklarini tiklash maqsadida o'tkazilayotgan ommaviy yugurish hamda yurish marafonlari bugun katta harakatga aylandi. Ana shunday tadbirlarda navbatdagisi 1-dekabr Butunjahon orttirilgan immunitet tanqisligi sindromiga qarshi kurashish kuni munosabati bilan tashkil etildi. Jarayonlarda ishtirok etgan muxbirimiz mavzuga batafsil to'xtaladi. Yurish hamda yugurish marafonining aholi o'rtasida keng ommalashib borayotgani bejiz emas. Sababi tibbiyot mutaxassislarining ta'kidlashicha, aynan yurish va yugurish mashqlari inson organizmi, uning harakat va tayanch a'zolari sog'lom rivojlanishi, mustahkam bo'lishida muhim o'rin tutadi. Aholining sog'lom turmush tarzi va salomatligida katta ahamiyat kasb etadigan navbatdagi yurish marafoni 1-dekabr Butunjahon orttirilgan immunitet tanqisligi sindromiga qarshi kurash kuni munosabati bilan tashkil etildi. Viloyat OITSga qarshi kurashish markazi tashabbusi bilan shahrimizdagi Qo'hna va Boqiy Buxoro majmuasida bo'lib o'tgan marafonda tibbiyot muassasalari, davlat va jamoat tashkilotlari hamda bu turdagi harakat faoliyati bilan doimiy shug'ullanadigan aholi vakillari ishtirok etishdi. Bu tadbir asosan viloyatimizda OIF infeksiyasini oldini olishga qaratilgan 1-dekabr Butunjahon OITSga qarshi kurash munosabati bilan sog'lom hayot sari birgalikda shiori ostida o'tkazilyapti. Tadbirda asosan davolash profilaktika muassasalari xodimlari bilan bundan tashqari kasaba uyushmalariga qarashli tashkilotlar Milliy gvardiya ichki ishlar bilan hamkorlikda tashkil qilingan tadbir hisoblanadi. Tadbirda 1400 qadamga yurish tadbiri va ertalabki badan tarbiya tadbirlari tashkillashtirildi. Bu kabi tadbirlarni o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad ertalabki yurish va yugurish mashqlarini aholi o'rtasida keng targ'ib qilishdan iborat. Zero o'ziga xos ahamiyatli bu harakat turi oddiy bo'lishi barobarda inson salomatligi uchun koni foyda hisoblanadi.